Hayotda nimadan qo'rqasiz aka? Birinchi o'rinda o'limdan qo'rqaman. Ikkinchi o'rinda quruq to'ymatdan. Ota-onam o'tib qolishidan. Birinchi o'rinda ota-ona yo'qotish, ikkinchi o'rinda sog'liq. Hayotda nimadan qo'rqasiz aka? O, bitta kuchli savol bu. Hayotda men do'stlarimni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Eng yaqin bo'lgan o'sha ota-onamni yo'qotishdan qo'rqaman. O'lib qolishdan. Hayotda ota-ona yo'qotishdan. Farzandlarimga yomon ko'rinishdan qo'rqaman. Ota-onam yo'qotib qo'yishdan, boshqa hech narsadan qo'rqaman. Hech nimadan qo'rqmam. Faqat ota-onam yo'qotishdan qo'rqaman, boshqa hech nimadan qo'rqmayman. Ota-onasiz yashashdan. Qarzdan, Ota-onani ishonchidan uxlamasligi. ani konturda ko'tarib oladiganlardan qo'rqaman. Hayotda birinchi o'rinda ota-onamizni yuzini yerga qarab chiqishdan qo'rqamiz. Undan boshqa qo'rqadigan narsam yo'q. Eng yomoni shu ota-ona erkakning yo'qchilik holatda o'sha yo'q pozitsiya qilib qolishi o'sha narsa yomon. Eng yomoni shu. Hayotda ota-ona o'lishidan qo'rqamiz. Onam yo'qotishdan qo'rqaman. Shu. Shu. Qolgan hamma narsa topiladi-ku. Hayotda ota-onamizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqamiz. Qiyinchilikdan qo'rqiladi. Hech kimga kerak bo'lmay qolishdan.